Assalomu alaykum. Xo'p, xaridorimiz keldilar. Xo'p, aka ismingizmi? Dilyor. Xo'p, Dilyor akamga erta bahor pishadigan Victoria urug'imizdan, do'konimizdan, Qo'yliq dehqon bozori 6-do'konimizdan beryapmiz. Sibir urug'imizdan beryapmiz va 90 boshli hisobida chempion piyoz urug'imizdan beryapmiz, xudo xolasa. Xo'p, qatga ekamiz? Sirdaryo Sayxunobod talasiga. Xo'p, aka ekayotganda video syomka qilasiz. Pishgunicha xudo xolasa biz bilan aloqada bo'lasiz. Biz xudo xolasa pishgunicha siz bilan nima qilishligingizni, qanaqa qarashligingizni qo'limizdan kelgancha o'zimiz tushunchamizga egamiz. Misol uchun bu narsalarni qaysi biri qanaqa tonnani xudo xolasa eng zo'r beradigan urug'larimizni oldik, xudo xolasa. Sizga baraka bersin iloyim. Xo'p, sizlarning firmanglar shu Xitoylarning firmasi, to'g'rimi? Bu mehmonlarimiz Xitoydan kelib, shu yerda O'zbekistonda yana ham dehqonchilik qilyapti. Iloyim, uyalmaydigan urug' olyapsiz. Victoria urug'imiz ham juda ham zo'r bo'ladi. 100 tonna hosil, xudo xolasa. Xo'p, chempion urug'larimiz 140 tonna 2025-yil bu yilgi hosillarimiz sizga videolarini ham tashlab berdim. YouTube kanallarimizda ham bor. Xudo xolasa buni ko'rasiz, nasib bo'lsa. Alloh baraka bersin aka. Xayr bersin. Bitta bular ham qo'lni ko'tarsin. Bo'ldimi? Bo'ldi.